Tasavvur qiling, men ibtidoiy davrdaman. Bu yerdagi ilk kitoblar toshlarga, g'orlarga chizilgan rasmlardir. Masalan, mana bu yerda ov qilish haqida hikoya qilinyapti. Bu Mesopotamiya hududi. Mana bu esa loydan yasalgan taxtachalar. Ularga mixat yozuvi bilan yozishgan. Tarixdagi ilk kitoblar mana shular. Endi men qadimgi Misrga keldim. Juda issiq ekan. Bu yerda papirusga yozilgan manbalarga duch kelish mumkin. Yaqin Sharqda esa hayvon terisidan tayyorlangan qo'lyozmalar ko'p uchraydi. Qadimgi Xitoy. Juda qiziq manzil. Kelinglar, bambuk va ipakdan tayyorlangan kitoblarni o'qiymiz. Xitoyda yana bir necha asrlar yashab qolamiz. Toki qog'oz ixtiro qilingan davrgacha. Qog'oz aynan Xitoyda taxminan 105-yilda ixtiro qilingan. Bu ixtiro butun dunyoni o'zgartirdi. Ana endi o'z yurtimizga qaytdim. Buxoro va Samarqandga qadimgi kitoblar qo'lda yozilgan. Chiroyli yozadiganlarni xattotlar deyshgan. Germaniyaga keldim. Hozir bu yerda 1440-yil. Guvoh bo'ling. Johannes Gutenberg bosma mashina ixtiro qildi. Endi kitoblarni oson, tez va arzon narxga ko'paytirish mumkin. Qanday yaxshi. 1868-yil Toshkent. Bizning yurtimizda ham ilk bosmaxona ishga tushdi. Juda quvonchli xabar. Xullas, kitoblar mana shunday uzoq tarixni bosib o'tdi va yildan-yilga rivojlanib bordi. Tarixning eng qimmatli ixtirosini qadriga yetaylik bolalar.